Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Ijodkorlar oroliga xush kelibsizlar. Chiroqlicha janoblari, nimalar bo'lyapti o'zi bu yerda? Ijodkorlar bizning oroldan ketishyapti, chunki ularning do'stlari g'oyib bo'lgan emish. Hattoki bizni yengishsa ham, endi bu orolni qutqarib bo'lmaydi. Janob, nihoyat izlayotganimizni topdik. Ajoyib. Yel la'nati. Jin olsun. Tushunmadim, sen kimsan? Nega meni ortimdan kuzatib kelyapsan? Chunki sen yo'l boshlovchisan. Tushunmadim. Jin ursin. Yana shu dahshatli tushni ko'rdim. Xayrli tong, akvarist. Oh, xayrli tong barchangizga. Kallay saharlab qayerga yo'l oldingiz? Qo'shnimiz chiroqlicha yig'ilish qilyapti. Ha, tushunarli. Mayli, yaxshi borib kelinglar. Bo'pti, keyinroq ko'rishamiz yana. Da, yaxshi ko'rib qoldim-da. Ha, mana bog' tayyor. Mana endi men. Ha? Voy. Tushunmadim, hozir nima bo'ldi? Voy xudoyim. Men qayerga tushib qoldim o'zi? Bu qanday joy bo'ldi o'zi? Men hali senga qaytishimni aytganmidim? Ha? Ha. Cho'chqa? Xo'sh, nima bo'ldi? Yengilganingdan uyalib, endi mendan qasos olishga keldingmi? Nima meni yengdim deb o'ylayapsanmi? Agar xohlaganimda meni qo'shinim o'sha orolni yo'q qilgan bo'lardi. Biz o'shanda sen bilan jang qilayotganimizda senda bir narsani men payqadim. Meni shu narsa qiziqtirib qoldi. Uni men o'zimga his qildim. Bu qandaydir bir energiya edi. Men hali bu sayyorada hech bir mavjudotda bunday energiyani sezmagan edim. Energiya? Bu ana xolos. Va nihoyat. Seni topdim. Ha. Sen axir meni tushimga kirgan eding. Ha, bu energiya. Men uni his qilyapman. Men buni qancha vaqt kutganimni sen bilmaysan. Yo'l boshchi. Bu yo'lboshchi degani nima o'zi? Mayli, o'zing so'rading. Yo tavba. Atrofimni vulqon qoplab olgan-ku. Protokol ishga tushmoqda. Abba. Tamam bo'ldim shekilli. Bo'lishi mumkin emas. U ekstraktorni yo'qib yubordi. Menimcha yo'l boshlovchi allaqachon mashinada bo'lsa kerak. La'nati. Meni o'z vaqtim qoldi. Jin ursin, bu yerdan chiqish yo'lini topishim kerak. Hoy, nimaga bunday qilyapsan? Bir kishining hayoti milliardlab insonlarni qutqaradi. Abba la'nati, shunisi yetmay turuvdi. Nima? Shunisi yetmay turuvdi. Seni yana ko'rganimdan xursandman. La'nati. Bu safar meni to'xtata olmaysan. Mahkamroq ushla. Yo!
Yuqori qavatdagi dunyoga olib boradigan barcha portallarni yopinglar. Yo'l boshlovchi nezerdan chiqib ketmasligi kerak. Ko'p bo'ladi janob. Quloq solinglar meni, Nezer aholisi. Akvaris degan inson sehrgar Zorkdan qochmoqda. Ustozini darhol qo'lga olishni buyurdi. Demak gap bunday. Yuqori qavatga olib boradigan portallar bugundan boshlab yopildi. Zudlik bilan yo'l boshlovchini topib kelinglar. Aks holda jazo shafqatsiz bo'ladi. Ha. Yer la'nati, qayerdaman o'zi? O'zingni bos bolakay. Hammasi joyida. Men sen tomondaman. Jin ursin, sen kimsan? Bu yerda nimalar bilyapti o'zi? Butun Nezer aholisi ortimizdan quvib kelyapti. Keyin tushuntiraman. Mana men ularni ko'ryapman. Shulardan yo'l boshlovchi. Ketishimiz kerak. Ularni ko'ryapman. Ular ana u yerda. Ushlanglar uni. Ana tezroq bo'l, sakra. Nima? Qani tezroq sakranglar pastga. Janob sakrash uchun juda ham balandlik qiladi. Biz yo'lda davom etishimiz kerak. Janob. Meni kechiring. Meni Yulduz hali ham tirik ekanligi meni aqlimga sig'mayapti. Meni yaxshilab eshit, cho'chqa. Yo'l boshlovchi sening zimmangda. Agar u qochib ketib, 6000 yillik rejam buziladigan bo'lsa, mendan yaxshilik kutma, tushundingmi cho'chqa? Buni sen juda ham yaxshi bilasan. Menga xiyonat qilganlarga qanday jazo qo'llashimni. Darhol yo'l boshlovchini topib meni oldimga olib kelinglar. qo'y bo'ladi janob. Ha. Yer la'nati. Men qayerdaman o'zi? Buning tarixi uzun. Biz yo'lda davom etishimiz kerak. Voy! Men hech qayerga bormayman. Sen menga bu yerda nimalar bo'layotganini tushuntirib berishing kerak. Sen kimsan? Anov qizil shapkacha kim? Nega u meni yo'l boshlovchi deb atayapti? O'zi u yerdan nega meni olib ketding? Sendagi pakana Endermenni endi ko'ryapman. Voy, o'zingni bos. Ha, mayli. Senga aytishdan boshqa ilojim yo'q. Qani bo'la qol, eshitaman. Mening ismim Yulduz. Men senga qarshilik qo'riqchisiman. Sen aytgan qizil qalpoqlikning ismi Zork. Nezerning ikkinchi hukmronlik davrida bir o'yinchi e'tibor qozona boshladi. Keyin esa Nezerliklarning hayotini tanqid qildi. Mana shunda u tajovuzkor nutqi bilan yuqori dunyo aholisiga qarshi chiqa boshladi. Ko'p vaqt o'tmasdan u juda ko'p izdoshlarga ega bo'ldi. Mana shunda u o'lchamlarni birlashtirish rejasini ishlay boshladi. Keyin esa uni to'xtatish uchun urush boshlandi. Aynan o'shanda qarshilik paydo bo'ldi. Men hamisha qarshilik o'zasiman. Biz 10 yil davomida kurashdik va nihoyat uni mag'lub etdik. Mana shunda o'lchamlarga tinchlikni qaytardik. Zork va uning izdoshlari yo'qoldi. O'shandan keyin uning hikoyasi afsonaga aylandi. Mana shu kungacha. Tushunarli. Buning menga nima aloqam bor? Hammasining o'zini vaqti bor. Biz yashiringan portaldan o'tishimiz kerak. Biz bu yerdan energetik izingni yo'qotishimiz kerak. Mana shundagina Zorkni to'xtatishga vaqtimiz bo'ladi. Qani yur. Shoshma, men do'stlarimni ogohlantirishim kerak. Ular mendan xavotir olayotgandir. Men jodugar xonim bilan gaplashishim kerak. Ispas yuqori dunyoga olib boruvchi barcha portallar yopilgan. Hozir yuqoriga qayta olmaysan. Qani men bilan yur. Shoshma, sen boshqa bir mob emasligingni menga tushuntirib ber. Men haq gapni gapirganimni sen juda ham yaxshi bilib turibsan. Xo'sh, gapim to'g'rimi? Nega va qandayligini bilmaysan. Ammo kimdir rost gapirayotganini his qilishing kerak, to'g'rimi? Mayli, nega ekanligini bilmayman, lekin senga ishonaman. O'bo, buni qayerdan bilasan? Seni tanangdan chiqayotgan energiya tufayli bilaman. Energiya odamlarning niyatlarini qanday ekanligini aniqlay oladi. Qani bo'la qol, men bilan yur. Ha, bundan afsuslanmasam bo'lgani.
qanday qilib Akvaris yo'qolib qolishi mumkin? Men qayerdan bilaman? Kechadan beri undan darak yo'q. U yovuzlarga qarshi kurashishni yaxshi ko'radi. Balki birov topshiriqni bajarishga ketgandir. Agar uzoqqa ketayotgan bo'lsa, bizga aytib ketgan bo'lardi. Shoshmanglar, menimcha nimadir bo'lgan. Jodugar xonim, uning joylashishini qayerdaligini aniqlay olasizmi? Albatta, chiroqlicha, bir daqiqa. Al-Qodir, al-Muqtadir. Bobolarim qo'llasin, bobolarim qo'llasin. Unjin ursin, menimcha u Nezerda. Qandaydir bir pakana Enderman bilan birga ekan. Menimcha ular qandaydir bir qo'rg'on tomonga ketishyapti. Qo'rg'on? Nezerdami? Nezerda qo'rg'on borligini eshitmagan ekanman. Men ham eshitmaganman, chiroqlicha. Qiziq, bu juda ham g'alati. Men u bilan gaplashib ko'raman. Akvaris, meni eshityapsanmi? Jin ursin, aloqa yaxshi emas. Alo, Akvaris. Jin ursin, qirolligimiz chiroqlichasi antena ishlamayapti. Men o'zim bu yerga borishim kerak. Nezerda nimalar bo'layotganiga men oydinlik kiritishim kerak. Bo'ldi, gap yo'q. Men tushunmadim. Hozir nima bo'ldi? Jin ursin, nega Nezerga boradigan teleportatsiya ishlamayapti? Bo'lmasam orqa ko'cha bilan boramiz. Yallaladi. Janob, portal ishlamayapti. Nima? Nega ishlamaydi? Bu yerda nimadir nito. Qirolligimiz chiroqlichasi, siz haqiqatsiz. Bu yerda nimalardir bo'lyapti. Biz yetib keldik. Qani bo'la qol. Biz bo'shliqdan o'tishimiz kerak. Hoy, shoshma. Agar bo'shliqqa sakrasak tamom bo'lamiz-ku. Menga ishona ber, oshna. Bu zo'rdan qochish uchun yagona yo'l. Bolanati. Mana shu kunlar ham meni boshimga bor edimi? Gaping rostligini his qilyapman-ku, lekin men sakray olmayman. Menimcha men buni Unday bo'lsa men o'zim yordam beraman.